Assalomu alaykum, Proman YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlarga juda ham zo'r yangilik tayyorlab qo'yganman. Ushbu kameramizni endi bemalol tok yo'q joylarga ham o'rnatib, bemalol masofadan turib kuzatib turishingiz bo'ladi endi. Ushbu kameramiz quyosh paneli bilan jihozlangan, o'zini akkumulyatoriga ham ega, uzluksiz, toksiz ishlab tura oladi va quyosh tutib turadigan joyga quyosh panelini qaratib o'rnatib qo'yishingiz bo'ldi. Endi ushbu kameramiz ichidan nimalar chiqishini bir qator ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirish esdan chiqmasin. Bismillah. Ushbu kameramiz o'zi ko'pchilik kutayotgandi. Tok yo'q joylarga endi buni qanaqa joylarga tavsiya qilamiz? Fermasi borlar yoki baliqchilik bilan shug'ullanadigan akalarimizga ham bu juda ham zo'r tanlov bo'ladi. Wow. Kameramiz ko'rinishi, dizaynni juda ham zo'r qilib ishlashgan. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin. Tunda ham rangli tasvirga oladi ushbu kameramiz. Endi qisqacha ma'lumotlarni berib o'taman. Harakat detektori jihozlangan bu kameramizda odamni va transportni bemalol farqlay oladi. Xo'p, yana dinamikalari mavjud. Bemalol kamerani oldida odam bilan masofadan turib gaplashsangiz bo'ladi. O'rnatish uchun ham juda ham qulay. Mana bu yerda o'zini kronштейni bor. O'zingiz kerakli joyga o'rnatib, uni qatirib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir buni quyosh panelini ham ochib ko'rsataman sizga. Bismillah. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi quyosh panelimiz. Bu tok manbaini yetkazib turadi bu kameramizga. Mana bu yerda o'zining akkumulyatori jihozlangan. 4 megapikselda bo'ladi kameramiz. Olish masofasi endi 30 metrgacha uzoqlikda bemalol kameramiz olib beradi. Odamni 10-15 metrdan bemalol tanib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz buni bitta zo'r tomoni, zo'r fishkasi desa ham bo'laveradi bu kameramizni. Xohlasangiz endi sim kart orqali, mabodo Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, Wi-Fi orqali ham ishlatsa bo'laveradi bu kamerani. Ikkita nimada ham Wi-Fi ham sim kartada bemalol qo'rqmasdan ishlatsangiz bo'laveradi. Mana o'zi, mana bu yerda o'zini qisqacha ma'lumotlarini berib o'tgan. 4 megapiksel o'sha 2K formatda tasvirga oladi. Ikkita tarmoqni qo'llab-quvvatlaydi, 4G va Wi-Fi 6 ni bemalol podдержка qiladi. 5200 mAh, ya'ni bu yerda litiy akkumulyatorlarimiz bor, auto tracking funksiyasi bor. Auto tracking nima deydigan bo'lsangiz, odamni ko'rganda kamera o'zi odamni harakatiga qarab burilib zapis qilish imkoniyatiga ega degani. Ikki tomonlama audio aloqa va tunda ham rangli tasvirda olish imkoniyatiga ega. Va kolonkasini borligi hisobiga odamni ko'rganda signalizatsiyasi ham ishlaydi va eng qiziq tomoni suvga va changga bemalol bardosh bera oladi bu kameramiz. Issiq sovuq umuman farqi yo'q. Bemalol ishlata olasiz. Va 512 gigabaytgacha microSD kartasini, ya'ni chipni podдержка qiladi. Bemalol o'zingiz xohlagan joyga o'rnatib, endi kamera haqida o'ylamasangiz ham bo'laveradi. Xohlasa tok yo'q joyga cho'l yoborib o'rnatib qo'ysangiz ham bemalol kameramiz ishlab turadi. Kameramizga 1 yil garantiya beriladi. Hozir buni qisqacha qanaqa ko'rsatishini Wi-Fi ga ulab turib, tasvirini qo'yib olamiz. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Videoga like bosing, kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Kimga ushbu kameramiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Bemalol yetkazib beramiz. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozir qanaqa tasvirga olishini sizga ko'rsatib o'taman. Kamerani ishga tushirib oldik. Wi-Fi tarmog'iga ulab olganmiz. Xohlasangiz sim kart orqali ham ishlatsangiz bo'laveradi. Ham Wi-Fi ni ham sim kartani podдержка qiladi. 4 megapikselli kачествоda olyapti. 2K razresheniyada va obyektivi 4 mm bo'ladi. Olishi juda ham zo'r, kачестволari yaxshi, tunda ham zo'r kачествоda olib beradi.